birinchi kelgan kuni kirganimni eslab bilasizmi? Ko'rasizmi? Mana shu holatda kiraversangiz mana oldimga. Ana shunday qilib kirib keldim. O'tirsam bo'ladimi, doktor deb sizdan ruxsat so'ramay topib o'tirib qoldim. Bo'ldi. Musofa. Rahmat. Qani bemorlar yaxshimi? Rahmat, yaxshi hammalari. Ha, yaxshi. Smenlar qabul qilib oldingiz. Qabul qilib oldik hammalarini. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Hormanglar. Bizni jamoa, bizni shijoatli jamoa. Assalomu alaykum. Tanjonlar sog'mi? Assalomu alaykum hojiona. Yaxshimisiz? Uch ko'rg'onliklar. Tuzingmisizlar, yaxshimisizlar? Kayfiyatlar yaxshimi? Tinchmisizlar? Qani o'tiraylikchi mana. Hojona, Tanjoning sog'mozda hola, sog'ligingiz yaxshimi, charchamasdan. Hojonamiz mana uzoq joylardan bizga kelgan klinikamizga. Hojona klinikamiz taassurotlari qanday bo'lyapti endi? Juda yaxshi. Men o'ylagandan ham ziyoda ekan. Xo'p, qanaqasi ma'qul keldi? Ixlos bilan keldim, Allohga shukr. Juda yaxshi natijalarga ega bo'lyapman. Xo'p, kelganingizga endi 5 kun bo'ldi. 5 kun bo'ldi, kelganingizga 5-6 kun bo'ldi kelganiga. Endi hojonamizda ikki xil kasallik bilan kelgan. Tizza bo'g'imi kasalliklari, belda muammo bo'lib kelgan. Endi yana chuqurroq tekshirganimizda revmatolog tomonlama muammosi borligi uchun u tomonlama ham ichini olyapti. O'zgarishlar yaxshi menimcha. Yaxshi, Allohga shukr. Harakatlaringiz ham yaxshi ancha. Yaxshi. Qanday xizmat ko'rsatishlar qanday bo'lyapti klinikamizda, Arkin shifoxonasida? Juda yaxshi. Hamshiralaringizga ham, massaj qilayotganlarga ham, shu sanitarkalariga ham hammasiga like bosdim-man. Like'lar 5 bo'ldimi yoki 10 bo'ldimi? 15-25. Undan bo'lgan bo'lsa, sizni muomalangiz, mana bu xodimlaringiz muomalasi bizlarni ruhan davoladilar. Ilohim. Shunday tushkunlikka tushgan nimalarim esimdan chiqib ketdi. Gap yo'q. Mana juda chiroyli muomala qilish ekanlar. Komandamiz ham o'sha har bitta o'sha birinchi o'rinda deontologiyani yaxshi ushlagin deyman. Deontologiyani yaxshi ushlashgan hammasi juda ham yaxshi. Biz orada yig'ilish qilib turamiz. Yig'ilishlarda ham bular xodimlarga tushuntiramiz. Har xil inson keladi. Toliqqan, hozirgi kunda asab sistemasi bilan toliqqan bemorlarimiz ko'p. Tizzasi og'riydi, lekin asabda ham muammosi ko'p bemorlarimiz ko'p. Ularda ham tizzasini davolash kerak, ham shu bahona asabni ham davolab qo'yishimiz kerak ekanda. Biz hozirgi kunda shunga muyassar bo'lyapmiz. Mana qayerdan topib oldingiz o'zi hojona? Qayerdan topib oldingiz? Men bir araga YouTube'ga shunday ko'rib turdim, ko'rib qoldim. Boshida e'tibor bermadim. O'tkazib yubordim ko'p videolar. Keyin qarab turdimki, meni kasalimni xuddi siz ko'rib turgandek gapiryapsiz bitta videongizda. O'sha siz gapirayotgan gaplar meni tanamda o'sha og'riqlar, o'sha dardlar borda. Keyin darrov sizga podpiska bosdim, obuna bo'ldim. Ana xatolar bilsan o'qildim. Keyin bilsa, ana o'qildim. Ko'rib boraverdim. Chiqargan videolaringizni ko'raverdim. Shunday ixlos qildimki, xuddiki men tong otsa-yu uchib borsam shu joyga-da. Lekin imkonim bo'lmay, ozgina ana o'qildimda, keyin keldim. Ixlos bilan keldim. Juda ham ixlos bilan keldim. Mensa ko'p davolandim. O'sha bizning videolarimizni bir sizga ma'qul kelgan joy qayerda bo'ldi? Aytyapman-ku. Chestnisini ayting. Aytyapman-ku, bitta videozni ko'rib qoldim, shu meni oyog'imdagi, belimdagi kechasi bezovta bo'lib yotolmasligim, oyog'imni shuni uzatgandan keyin pastga zo'rg'a ko'tarib olib qo'yaydim, ko'tarib bu yoqqa qo'yaydim. Tura olmasdim, turgandan keyin yura olmasdim. Emaklab ketaydim. Uydagi hodisalar. O'sha narsani siz go'yoki men o'sha kasalimni bilgandek gapiryapsizda. Ana o'sha videoingiz menga shunday ma'qul keldi, ana shundan keyin shunday qattiq ixlos qilib qoldim. Gap yo'q. U videolar mana hozir siz bilan jivo gaplashyapmiz. O'sha jivo holatda olingan video hisoblanadi. Biz tushuntirishimiz kitobiy bo'lmasligi kerak. Xalqona bo'lish kerak ekanda. Xalq tushunadigan tilda gapirganimizda keyin insonning yuragiga boradi. O'shaning uchun hozirgi kunda ko'pchilik bizni kuzatyapti, ozmi ko'pmi, mana kuzatib, ixlos qilib kelishyapti, lekin natijasi yomon bo'lmayapti. Yaxshi. Ozmi ko'pmi yaxshi foyda qilishyapti. Bitta harakatlaringizni ko'raychi hojona. Shuncha gapiringiz bilan harakatlaringizni ham ko'rsan, qani yuringchi. Mana harakatlar. Men tomonga yuringchi. Hech kim sizni mana tizza bo'g'im bo'yicha davolanganini kerak deyishmaydi. Keyin sizni birinchi kelgan kuni kirganimni eslab bilasizmi? Qanday yurganimni? Qaysi mahalda kirdingiz o'sha mahal oldimga? Shu Abid paytlar kirdim. Abid paytda kirdingiz, bu mahalda, Ko'rasizmi? Mana shu holatda kirdingiz mana oldimga, Ana shunday qilib kirib keldim. O'tirsam bo'ladimi, doktor deb sizdan ruxsat so'ramay topib o'tirib qoldim. Bo'ldi. Burchak o'tirib oldingiz. Shunday bo'ldim. U mahallarda, hali bizda divizheniya ko'p-ku. Bemorlarni sizni taniyman. Qanaqa holatda kirganini gapida esimizdan chiqarib qo'yapti. Ana shunaqa holatda edim-da. Ana shu kirar-kirmas joy izlab qoldim-da. Biron joyga o'tirsam, doktor o'tirsam maylimi deb shunday tappagina o'tirdim. Keyin shunday bitta qaraysiz, o'tiring hojiya dedi. Shunday bo'ldi-da. Bemorlarimizga shuni biz aytamizki, haligi bemor hech chekinmasligi kerak ekan.
faqat yaxshi niyat bilan olg'a qadam tashlash kerak ekan. Davolangandan keyin yana og'rib qolayotgan bemorlar bo'lsa, yana qayta aytamanki, bemorning holati kuchli darajada bo'lsa, og'rib qolish ehtimoli bo'lishi mumkin. O'sha mahalda bemor o'ksinmasligi kerak, natija bo'lmadi demasligi kerak, oldimga yana kelish kerak, повтор ko'ringani kelsa, yana keyingi qo'shimcha maslahatlarni aytamiz. Hojona, endi asosiy yashash joyingiz qayerda, Hojona? Qayerda yashaysiz o'zi? Men Qashqadaryo viloyati Muborak tumanidan kelganman. O, necha kilometr endi bizdan? Necha kilometr endi? Endi bilmasam, shu dam olib 16 soatga kirib keldik. Yengil mashinada keldingiz yo poyezdami? Yo'q, poyezdda kelmadik. Yengil mashinada keldingiz? Yengil mashinalarda keldik. 16 soatda keldingiz. Toshkentgacha, Toshkentdan buyog'ini yana keldik. Ana shundayda. O'sha Muborak tumaniga Qashqadaryo viloyatidagi o'sha qiynalayotgan aholiga bir o'zingizni bir tilaklaringizni ayting endi, Hojona. Nima deyman? Muborakda ham shunaqa bemorlar juda ko'p, doktor. O'zlaringda. Men o'sha bemorlarimga aytaman, kelinglar, bunda qiynalib, doktor izlab, o'zlaringizni har tarafga anav qilib azob berib yurmanglar. Mana aniq, nima desam, davolanib, natija oldim men. Sizlar ham kelib, shu yerdan natija olib ketinglar. Aniq nima desam, diagnoz qo'yib, davolab bilayotgan ishonchli doktorimizni qo'lidan o'tdik-da mana. Davolanib, natijasini ko'rdik. Har bitta viloyatda o'zini davolash texnikasi bo'ladi. Hamma zo'r, yaxshi bo'lib qolsin deb davolaydi. Men doim aytaman. Yaxshi bo'lsin shu opa, qaytib mendan boshqasiga bormasin deb davolaydi, lekin qaysidir holatda bemorda davolanishida qandaydir kamchiliklar bo'lishi mumkin ekan, yoki vaqtida lechini olmasligi mumkin ekan, yoki bir oilaviy muhitda bir sharoitlar yetishmay qolishi mumkin ekan, qayta lechini olgani. O'shaning uchun bemorlarimizni qayta og'rib qolish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Shuning uchun qayerda davolansa ham mukammal davolanish kerak. Aniq xulosa bilan, aniq tashxis bilan davolansa, bemorda keyinchalik og'rib qolish ehtimoli kamroq bo'ladi, Hojona. Salomat bo'ling, sog' bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat. Xudo xolasa, mana bu videoni uydagilaringiz ko'radi, nasib bo'lsa, xursand bo'lib o'zingiz ham ko'rasiz mana. Xudo xolasa. Shu yerda ham bir davolangan ekanman, shu bilan bir yaxshi bo'lib ketgan ekanman deysizda. Baribir sizni davolash uslublaringiz ancha yo'qdi, doktor. Mana shu kislorodga ham ko'p anav qildim, shu eshitdi videolarda ko'rib kislorod qanaqa narsa bilekan deb o'ylardim-da. Mana kisloroddan ham olyapmiz, Xudoga shukr. Kisloroddan ham foydasi bilyapsiz mana ancha. Kisloroddan ham foydasini bilyapmiz. Davolash metodlaringiz, uslublaringiz qilib solishtirib yuribman o'zimga ayyomda. Baribir juda boshqacha ekan, yaxshi ekan. Juda yaxshi taraflari ko'p ekan. Siz bitta bemoringizni bir o'zim davolay demaykansiz. Agar bironta vrachga nimalik joyi bo'lib qolsa, o'sha vrachga yo'naltirar ekansizda, o'sha vrachlar bilan maslahatlashib, birga kollektiv bilan birga davolayar ekansizda. Shu taraflari ham menga juda ma'qul bo'ldi. Gap yo'q. O'sha mana aytamanki, suvog'chi suvog'ini qilish kerak. Keyin suvog'dan keyin shpaklopkani qilish kerak ekanda. Biz ham o'sha suvog'ini qilyapmiz yoki shpaklopkasini qilib qo'yapmiz. Qolgan detallarini qo'shni mutaxassislar davolayapti. Keyin o'zgarish zo'r bo'lyapti. Shunday. Hali men o'zim davolayman desangiz, unda natija bo'lmaydi. Biz meditsinada men shuni aytamanki, hijolatchilik degan narsa bo'lmasligi kerak ekan. Hali meni bilimim bunga yetmayapti-yu degan narsa bo'lmasligi kerak ekan. Agar qaysidir detallarida bilimi kamchilik bo'layotgan bo'lsa, qo'shni mutaxassislardan yordam olinsa, bemorning holati yana ham yaxshi bo'ladi. Bu bizning oltin qoidamiz.